Nodira yana qanaqa Amirga ochyapti demasdan videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu uy bekalari uchun ayni foydali video bo'ladi. Shunaqa shakldagi kattaroq konteynerga mos kichikroq idish qo'yib chizib olamiz. Bir yoq tomoniga tanga qo'yib chizib olamiz. Pichoqni qizdirib turib, chizilgan liniyamizdan yarim santimetr kichikroq qilib kesib olamiz. Idishimizga choy sodasi, tuz va uksus solib olamiz. Idish yuvadigan gel emas, bizga kir sovun kerak bo'ladi. Men billuri suyuq kir sovundan foydalandim. Nima uchun aynan kir sovunligini video davomida aytib o'taman. Mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib olib, ustidan issiqroq suv quyamiz. Kesilgan qopqog'imizni yopib, o'lchangan idishimizni joylab olamiz. Kichikroq joyga bo'lsa, suyuq sovunimizdan qolgan dozatorni naychasini o'lchab kesib olib solib qo'yamiz. Ukasini o'zini xonasiga yuboramiz. Voila, biz ayollarni dahodib bekorga yetishmaydi. Endi bemalol maza qilib idishlarni, gaz plitasi, rakovina, mikrovolnovka va kafillarni yaraqlatib tozalab olsangiz bo'ladi. Nima uchun kir sovun solganimiz sababi, hattoki bolalar bog'chasida ham idish yuvadigan gel ishlatilmaydi. Faqatgina kir sovundan foydalanishadi. Chunki idish yuvadigan gelni qancha chaysangiz ham ma'lum bir miqdori idishingizda saqlanib qoladi. Har taraflama foydali layfhakim uchun mehringizdan olib yuragimga bosib qo'ysangiz arziydi albatta. Toza yuvilgan idishlarning ovozi esa shunaqa jaranglaydi.